Agar sizda 2 haftadan ortiq vaqtdan buyon surilmayotgan xalazion bo'lsa va siz jarrohlik amaliyoti haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, unda ushbu video aynan siz uchun. Xalazion to'liq surilishi va qayta paydo bo'lmasligi uchun meybom bezlarining ishini tiklashimiz kerak. Buni biz qovoqlar gigiyenasi orqali amalga oshiramiz. Ularning 3 ta bosqichi mavjud. Birinchi bosqich bu mexanik tozalash. Bu usulda yuzlarni, qovoqlarni maxsus losyon yoki gellar bilan tozaladi. Ikkinchi bosqich iliq kompress. Bunda 2 ta vatni diskni qaynatilgan issiqroq suvga solib, 1 daqiqa davomida ko'zlarga qo'yish kerak. Uchinchi bosqich qovoq massaji. Bunda qo'llarni yaxshilab yuvib, qo'limizga maxsus gelni nomsiz barmoqqa olamiz va quyidagi harakatlarni amalga oshiramiz. Demak, yuqori qovoqni tepadan pastga qarab massaj qilinadi, pastki qovoqni esa pastdan tepaga qarab massaj qilinadi. Bu harakatlar ikkinchi ko'zda ham takrorlanadi. Massaj kunda 2-3 marta va 2-3 daqiqa davomida bajariladi. To'g'ri va muntazam qovoq gigiyenasi bilan xalazion 1 va 2 oy ichida suriladi. Agar ko'z haqida ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, meni blogimga obuna bo'ling.